Hozirda biz Abadiyot va san'at muzeyidamiz. Ushbu yer oldinlari madrasa bo'lgan. Ushbu madrasa qurilishi 1885-yil va 1892-yil yakunlangan. Ushbu madrasaga xonalari 122 ta bo'lgan va 500 ta talaba tahsil olgan. Ushbu madrasa tarixiy jihatdan juda muhim. Ko'rishingiz mumkin ushbu madrasani. Bu madrasani kirish qismi ushbu joyda. To'g'ridagi bino oldinlari 5 mahal namoz o'qish uchun ushbu binoga azon aytuvchi chiqar edi. Marhamat, xonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qurilgan. Ushbu madrasani asoschisi Mahmud Ali degan inson ekan. Bir ming sakkiz yuz to'qson ikkinchi yil atroflarida ushbu yer masjid bo'lgan. Ushbu yerda 5 mahal ibodat bo'lgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin ushbu yerda.